Shu o'rtog'im bilan hozir Aito M9 ni 2025-yil restyling variantini birgalikda obzor qilib beramiz. Go! Biz uchun ochib berilgan M9 ni yangi restyling varianti uchun ishonasizlarmi, men o'zim videoga ola olmayapman. Hamma talab tashadi, ko'rib turganinglardek. Rangini qarasanglarchi, bardovligini, chiroyliligini. Xo'p, ko'rinishi bir xil, absolyutno bir xil, diskalari ham bir xil hammasi. Xo'p, ikkinchi masala. Keyin mana bu yerda proyektori kichkinalashtirilgan, akkuratni qo'yilgan. 你说是还有什么区别？小了啊。对，就是空中部 OK， 还有什么区别？这个东西它可以只降1/4，它有2个位置。第一个位置是原来只有第一个位置降到 到这边下来。 mana mastgacha tushirib turib ham o'sha oldinlari faqat tushirganingizda juda ham pastgacha tushardi, hozir mana buncha tushirib turib ham. 外接的一个屏幕，然后现在有屏幕对吗？现在没有，现在没有，是一个附件后装的，然后你放在这吸进去。 Aito'ni naryoq yangi restylingiga mana bu yerga telefonga o'xshagan aksessuar qo'yilibdi va bundan bemalol telefon o'sha Mercedes-Benz'da bo'ladi-yu, o'shanga o'xshab turib, qo'lingizga olib turib, xohlagan narsangizni upravlять qilib bo'ladi. Misol uchun proyektori va konditsioneri va hokazolarni. 还有吗？ 主要是这些，然后外面的雷达。来，外面的雷达。哎，这个怎么说呢？那个屏幕都是一样的。hop. Oldi monitorlari o'zgarmagan, ahamiyat beramiz, oldi monitorlari o'sha qolgan. Ishonasizlarmi yo'qmi? Men uchun ochib berilgan avtomobilni talab tashashdi. Endi, "Voy, men uchun ochilgan" deya olmayman. Bu mana Aito'ni o'zini o'sha menejeri Nishuo nayga? 有什么区别？ 激光雷达， 激光雷达。 原来只有一个，现在有4个。 Lidarini tushuntiramiz. Lidar oldi faqatgina mana mashyoda tepasida bo'lgan ekan. Hozir yonlariga ham qo'yilibdi. Bundoq qilib aytadigan bo'lsak, oldiga, ikkita yoniga va orqasiga lidar qo'shilgan. 好， 然后会有更好的4D 毫米波雷达。 4D 对，原来是普通的毫米波雷达，现在换了5个4D 毫米波雷达。什么东西那个？毫米波雷达。 Sensorlari o'sha qolgan, oldida 4 ta, orqasida 4 ta, lekin kuchaytirilgan. Mana shu M9 ni kuzov ekan, akalar. Kuzovga tushunyapsizlarmi? Tagida ko'ryapsizlar, benzin bashi bor va batareykasi. Hammaga nima qiziq, narxi qiziq. CIP Tashkent M9 restyling variantini bazaviy pozitsiyasini $64,000 CIP Tashkent qilib elitib beramiz. Avtobaza har doimgidek xalq uchun xizmatda.